Hazreti Ayso kemiga tushdi. Shogirdlarimi tushib, bilmangdi. Köl üstüde uçtum tut qattiq bo'ron chiqib ketgachga, to'lqinlar kemidan halqib ketdi. Bu chog'da Hazreti Ayso uxlayotdi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, g'arq bo'lish oldida turamiz. Bizni qutuldiraysiz?" dedi. "Yemonchi qo'qsizlar, ishonchinglar, nemi degan ojiz?" dedi Hazreti Ayso. Ve o'rnidan turib, bo'ron chopqin ve to'lqinlarga buyruq qildi. Shuning bilan bo'ron ve to'lqinlar butunlay tinchidi. Shogirdlar intayin hayron bo'lib, bir-biriga "Bu zoti qandoq odamdi? Hatto bo'ron ve to'lqinlarmi uning gapini anglaydi ekan-a?" deb ketishdi.